NDK Studio taqdim etadi. Hunarmandchilikning qo'ldagidan to'qish bo'yicha nomoddiy madaniy merosimiz haqida ko'rgazma tashkil qildim. Ozgina bo'lsa ham sizlarda tushuncha bo'lsin, shu kasb hunarlarga muhabbat uyg'onsin degan maqsadda ham bu ishlarimizni bizga momo meros, buvlarimizdan, onalarimizdan qolgan ishlarimizni umrini uzaytirib, uni sizlarga ozgina bo'lsa ham qiziqish uyg'otish maqsadida ko'rgazma tashkil qildik. Mana shu ko'rgazmaga xush kelibsizlar. Mana shu qo'ldagilar to'qish bo'yicha men hunarmandchilik bilan shug'ullanaman. Mana shu hunarni orqasidan juda ko'p chet ellarda, hamma viloyatlarda, ko'rgazma, festivallarda qatnashib kelyapman. Demak, xalqimizda hunardan rizqing unar degan maqol bor. Demak, inson o'z vaqtini bekor paytlarini o'tkazmasdan, bekorga foydali ishlar bilan shug'ullansalaring, bu hammasi ro'zg'orga, hayotingizga, qolaversa o'zingizga foyda bo'ladi. Mana shu ishlarimiz nimalardan iborat? Men qo'y junidan va paxtadan mana shunday qo'lbola momolarimizdan qolgan urchiqlar yordamida oldin iplarni tayyorlab olamiz. Mana shunday qilib iplarni urchiq yordamida yigirib oldin iplarni tayyorlab olamiz. Qarang, mo'jizami? Iplar o'z-o'zidan ip hosil bo'lyapti. Bu iplarni biz yigirib bo'lganimizdan keyin avvalo bu ipni oldin savaymiz, paxtani chigitdan ajratgandan keyin mana bunday savacho'plar yordamida savaymiz. Savaganda paxta yumshab, ipakdek muloyim bo'ladi. Uni yigirishimizga oson bo'ladi. Yigirib bo'lgan ipimizni yumaloq shaklda o'rab olamiz va undan keyin uni kalava shakliga keltiramiz. Tizzamizga qo'yib olib yoki xontaxtamizni ikkita oyog'iga kalava shakliga keltirib, buni nima uchun bunday qilyapmiz? Bo'yashga tayyorgarlik. Iplarni biz turli xil ranglarga bo'yaymiz. Mana bu yerda mana har xil ranglarni ko'ryapsizlar. Demak, bularni hammasi tabiiy ranglar bilan bo'yalgan. Tabiiy mahsulotlar yordamida. Masalan, mana sariq rang olish uchun piyoz po'stlog'i, anor po'stlog'idan foydalanamiz. Qizil pushti olish uchun gulxayri o'simligidan foydalanamiz. Yoki qo'ng'ir jigar rang olish uchun yong'oq barglaridan foydalanar ekanmiz. Mana bu ko'rib turganlaring asbob uskunalar. Ular bilan to'qish uchun asbob uskunalarimiz. Buning nomi qilich. Bu qilichning hajmi kichkina. Sababi bu bo'g'jama va ensiz sholchalarni, yupqa sholchalarni to'qishga mo'ljallangan. Mana bu esa kuzuv deyiladi. Bu kuzuvning ikki tomonida yog'och oyoqlari bor. Mana bu tomonda ham yog'och oyoqlar qo'yiladi va iplarimiz ikkita qatorga bo'linadi. Shu qatorlar orasida arqoqni o'tkazish yordamida sholchamiz to'qilib qoladi. Qanday bir momolarimiz bir kashfiyotchi bo'lgan-a, necha yuz yillar ilgari mana shu ishlardan xabardor bo'lgan. Mana bu adabimiz kattagina bu julbaroq to'qishlik uchun. Mana shu yordamida pastdagi iplarni ko'tarib tepaga chiqaramiz va qilich o'tkazamiz orasiga. Mana bu qilichimiz julbaroq to'qish uchun mo'ljallangan. Mana bu og'irligi 3 kiloga yaqin. Bu yong'oq daraxtidan yoki tut daraxtidan usta hunarmandlar yasagan buni. Mana bu adatalarimiz ham kichkinagina jajji, boyagi aytganimizdek, bo'g'jama
yoki ensiz sholchalar to'qishda mana shu yerdan foydalanamiz. Xo'p, bular asbob uskunalarimiz. Endi sizlarni to'qilgan narsalarim bilan tanishtiraman. Mana bu poyandozchalar inson salomatligi uchun nihoyatda foydali. Chunki oyoq ostiga buni to'shab qo'ysangiz yoki divaningizni oldiga oyoq bosganda bu bilqillaydi, yumshoqqina, zax o'tkazmaydi va inson immunitetini ko'taruvchi xususiyatga ega. Endi ortib qolgan iplardan, aslatkalardan mana bunday piyapkilar, ukalaring uchun jumpaypoqlar to'qiymiz. Mana shunday chiroyli qilib to'qib sovg'a qilsangiz, ukalaringizga, jiyanlaringizga nihoyatda xursand bo'lib qoladi. Demak, bu poyandozchamizni asosi paxtadan bo'lib, patlari jundan to'qilgan. Mana bular ham shunday poyandozlar. Endi ortib qolgan iplardan, demak, mana shunday simlar, kurchoqlar yordamida biz paypoqlar, piyapkilar to'qiymiz yoki mana bunday choynak tagiga qo'yadigan salfetkalarni mana shuni mana shogirdim Shiringul to'qidi. Shiringul to'qidi. Bu o'rganib oldi. Mana bu gilamchalarni esa mana kichkina gilamchalarni shogirdim Qo'ychi va Zuhra ramkada to'qib o'rganib oldi. Qarang, buni stulchingizga qo'yib o'tirsangiz, issiqqina bo'lib o'tirasiz. Muntazam o'tirib ishlaydigan chevarlar, o'qituvchilar mana shunday gilamchalarda o'tirsangiz, demak, inson salomatligi uchun shofyorlar o'rindiqlariga zarur ekan. Xo'p, mana bu sholchamiz ham jun sholcha. Mana shu namuna qolgan, bu juda ko'p edi. Joy namozlar qilib, buni o'z egalari olishdi. Yoki mana bunday paxtadan joy namozlar to'qisak ham bo'ladi. Mana qarang, ota-onangizga sovg'a qilsangiz, bu eng savobli ish ekan, joy namoz sovg'a qilish. Bularni demak bo'yamasdan tabiiy, ekologik, toza iplardan tayyorlasak bo'lar ekan. Qanaqa savollaring bor? Qiziqib qolsalaring, qani? Birorta savollaring bormi? Tushunmovchi. Demak, hunarimiz to'g'risida tushunarli bo'ldi. Qani, moddiylik nima? Kim biladi? Moddiy narsa. Moddiy narsa nima u? Saqlanib kelayotgan. Yo'q, moddiy degani, moddiylik bu bor narsa degani. Masalan, mana bu ip men ushlab turibman. Bu bor. To'g'rimi? Bu moddiy narsa yoki moddiy meros. Masalan, bu meni onalarimdan, enalarimdan qolgan bo'lsa yoki asbob uskunalar. Bular moddiy meros. Endi nomoddiy meros nima? Nomoddiy madaniy meros deganda biz o'sha gilam to'qishdagi har bir elementar sirlari, yo'nalishlari, o'sha ma'lumotlar, tushunchalar, tajriba, ko'nikma, bilimlar nomoddiy madaniy meros. Uni qo'l bilan ushlab bo'ladimi? Yo'q. Qanday qilib yetib kelganimizga? Onadan farzand qizga nevaralarga, og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tib keladi. Tushunarlimi? Biz bu hunarlarimizni, nomoddiy madaniy merosimizni asrashimiz kerak, kelajak avlodga uzatishimiz kerak. Faqat qo'lda gilam to'qish yo'nalishi emas, bundan tashqari nomoddiy madaniy merosimizga askiyachilik, folklor etnografik ansambl dastalari yoki zargarlik, mana chanqovuz chaluvchilar, milliy cholg'u asboblarini yaratuvchilar, ustalar, bular hammasi bizning nomoddiy madaniy merosimizga kiradi. Tushunarlimi? Tashriflaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Ustozi, marhamat, siz ham fikringizni bildiring. Avvalambor maktabimizga xush kelibsiz Asiba opa. Mahallamizning eng hunarmand ayollaridan biri sifatida bilamiz, tan olingansiz. Ya'ni har safar maktabimizga tashrif buyurganingizda siz bilamizki, hunarmandchilik qadimiy va go'zal an'analarimizdan biridir. Ya'ni hunarmandchilikda mana shu
o'sib ulg'ayib kelayotgan voyaga yetib kelayotgan mana shu yigitlarimizga, qizlarimizga meros sifatida qolishi albatta biz sizga bog'liq hisoblanadi. Agar mana shunaqa tadbirlarni yoki bo'lmasa mana shunaqa narsa ko'rgazmalarni ko'proq o'tkazishingiz o'quvchilarni uxlab yotgan qaysi bir iqtidor yoki iste'dodini nima qilish mumkin, namoyon chiqarishiga sababchi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu munosabat bilan bugungi tashrifingizdan juda ham xursand bo'ldik. Xudo xohlasa qiziquvchi o'quvchilarimiz bo'layotgan bo'lsa, bilamizki juda ham bag'ringiz keng va ayolsiz. Bularga ham qo'lingizdan kelgancha o'zingiz o'rgangan narsalarni o'rgatasiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelgusi ishlaringizga omadlar tilaymiz. Sizlarga ham ishlaringizga rahmat, sog' bo'linglar. Bitta ikkita rasmga